Meni pulimni kim oldi? Meni pulim yo'qolibdi. Kim oldi? Ne bilaman, kim biladi? Voy o'g'riyey, sen o'g'irladingmi? Tur joyingdan. Men nima qildim? Men hali ishni o'g'irlaganim yo'q. Bo'lmasa meni pulimni kim oldi? Qani topib berchi. Men sen pulingni bilmayman. Qani sumkangni berchi. Yo'q, do'st bermayman. Yo'q. Meni pulimni endi kim topib beradi? Ustoz kelyapti. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qani, o'g'il qizlarim, hamma men bergan topshiriqni bajardimi? Ha! Yaxshi. Qani Soliha qizim, gapimiz bormi? Bugun mening pulim yo'qoldi. Men aniq o'sha pulni charos olgan. Voy qizim, tuhmat qilmaymiz. Tuhmat yomon odat. Bilamizmi shuni? Isboting bormi? Ha. Ustoz bugun o'z ko'zlarim bilan ko'rdim. Charos Solihaning sumkasini kovlayotgan edi. Qani chalos qizim? Ustoz, men buning pulini men olmadim. Olmading? Qizim, kel, bir ish qilamiz, ha? Sumkangni hammaning oldida ko'raman. Bu bilan sening aybing bormi, yo'qmi? Birgalikda isbotlaymiz, xo'pmi qizim? Qani, sumkangni menga berchi. Ustoz, ochmang. Yo, kel qizim, bir ko'raylikchi. Yalam. Voy, qizim, bu nima? Qotganman. Ukalarimga, singillarimga oldim. Ular uyda och o'tirishdi. Ko'chalardan bachchalar tashlab ketgan nonni derazalardan yig'ib oldim. Voy qizim, Soliha, mana ko'ryapsanmi? To'g'ri ish qildikmi? Yo'q. Shohsanam, o'z ko'zlaring bilan shuni ko'rdingmi? Qani kechirim so'raymiz. Voy Digarajon, uzr-chi. Ayb bizdan o'tdi. Mayli. Charos qizim, uzr, maylimi? Sendan ham men ham kechirim so'rayman.